mehki qilib. Xudo xolisa, ana qilaman, ko'rsataman. Keyin mana bu jiletin ko'pirisni o'zimizga mana buni qisini bor. Mana ko'ryapsizlarmi, jiletin ko'piris. Bu ham bo'ladi, bo'lmaydi emas, bo'ladi. Bundan 2,5 qoshiq tayyorlab, mineralka suv emas, begazli suvda nima deydi? Begazli suvga tayyorlanadi bular. Mana shunday krujkaga tayyorlanadi. O'tgan safar men ko'rsatganimdek kecha mana shunday tayyorlanadi. Bu xuddi bu ham shunday jiletin ko'piris. Bu qoramtir bo'ladi ichida. Jiletin ko'piris qoramtir bo'ladi. Bu bir qoshiq tayyorlanadi. Krujkaga mana hozir 50 gramdan to 500 gramgacha bor. Yozilgan mana 500 gramdan to 50 gramgacha. Biz nima qilamiz? 250 tayyorlaymiz mana 250. O'zi normasi. Ko'rayotgan bo'lsanglar 250. Undan ziyod qilinmaydi. Jiletin ko'piris ham mana bu ham shunaqa bo'ladi, ko'kmay. Begazli suvga qilinadi. Yana ham tushuntiraman. Ikkalasi ham. Filtrli suvda tayyorlanadi ikkalasi. Magazinga sotadigan begazli suvga. Agar o'zlaringiz bilsangiz, hozir sizlarga ko'rsataman. Mana shunday begazli. Ko'ryapsizlarmi? Mana shunaqa suvga tayyorlanadi ikkalasi. Xudo xolasa buni arzonni qo'yaman, kutyapman. Bunisini bankadagi, buni kutyapman. Cho'kish kerak tayyor. Ana o banka qopqoqli, u ham cho'kish kerak. Ko'ramiz qani qaysi kuchli. Bu kuchli chiqadimi, bu kuchli chiqadimi? Bu kompyuterniki. Mana shu joy kompyuterniki. Bu kompyuter. Bular esa soatniki. Soatniki bu. Buni cho'kishini kutyapman. Xudo xolasa, ularga arzonni qo'yib boraman xalqim. Bas sizlar o'rgatmay kimga o'rgataydi? Endi sizlar ham qo'llaringizni olib, kimlardir qilibdi. Men xursand bo'ldim, juda xursand bo'ldim. Qilgan odamlarga rahmat. Ota-onasiga rahmat. Shu izzat hurmat qilgani uchun meni ham izzat hurmat qilibdi. Rahmat. Alloh kuch-quvvat bersin. Tezroq oltinlarni olsin qo'liga. Xudo xolasa, yaqin kunlarga mana o'zimiz bir filar ochmoqchimiz. Xudo xolasa bir o'rgatishga ana qilib kerak odamni taxlab olaman o'zimga. Bo'ldi, tamom. 10 ta odam olinadi. Bo'ldi. Xudo xolasa bir ajoyib bir yangilik bo'ladi shu yaqin kunlarga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Mana